Podpolkovnik ochiq hujjatlaringiz mumkinmi? Komandir. Tanlovga ruxsatnomasi yo'q ekan-ku. Komandir, yangi yildan xabaringiz yo'qmi deyman. 912 ming to'lasiz, tanlovga o'lda o'ynasiz, ruxsat o'qishdi. Biz ham tanlovga deylik endi. Shu yangi qarorlarga sразу ila olasizlar. U 1-maydan kuchga kiradi o qaror. Hozir qish yo'q bizada. Komandir, ana ham o'ylab qo'yganman. Men hozir Saudiyaga ketyapman. Saudiyaga? Ha, Ronaldoni oldiga. Ronaldo kim endi u? Komandir qarzlashyapsiz, ha? Jahon yulduzi Ronaldo. Ukajon, qaysi san'atkorni, qaysi mashinani, qaysi blogerlarni, qaysi rejalarni jarimadan chiqqansiz deb so'ramaysanmi? Men Ronaldoni qayerdan taniyman? O'zing kimsan? Komandir, qora bo'laman, tanimayapsizmi? Qoraliging ko'p turman. Nima ish qilasan? Blogerman, Rafinha. Rafinas kim ekan endi? Futbolga qiziqmaganimizdan pand beradi-da. Xo'p, ukajon. Sen aytayotgan qonun 1-maydan kuchga kiradi. O'shaning uchun mashinani vaqtincha jarimadan tiqib qo'yamiz. Jarima maydonchasi xavfsiz joymi? Albatta xavfsiz joy. Zo'r bo'pti, komandir. O'zi mashinamni qo'yishga joy topolmayotgandi. Bo'ldi, tushunda oldiga o'tib olgan, jarimadan ketdik. Yur. Shogirdlar noligan. Qoidabuzarlar yo'q deb. Mana o'zlari o'qib beryapti. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya.